Yo, hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana o'sha hamma bilgan, hamma tanigan Mirox bugungi video roligimizda biza sizlar bilan короче, mana 100 kun jivaniyan davomini olamiz. Faqat sal boshqacharoq, chunki bizaga mana do'stim, ya'ni o'sha do'stim menga shart beradi bu o'yinda va shartni ekranga chiqarib qo'yaman. Короче, 15 blok pastga qazib, u yoqda taxtali, polni taxtali uy bo'lish kerak ekan. Uyda xonalar, hamma uyga xona o'sha 15 qavat qurilgan bo'lsa, pastga xullas hammasida xona bo'lish kerak ekan. Yana bitta narsa, ferma bo'lish kerak ekan. Fermani qilish sal qiyinroq bo'ladi. Hozir buni amalga oshiramiz va hozir 3-kun bolalar ko'ramiz qani 15 minut ichida bu videoda qani necha kun yashar ekanmiz va hozir mana to'g'rimizda daraxtzorlar turibdi va men o'tan daraxtlar chopib kelaman. Faqat video cho'zilib ketib qolmasligi uchun buni kesib olishga qaror qilaman. Agar cho'zilib ketadigan bo'lsa, video to'liq 15 minutga sig'maydi va silishim ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun qani ketdi bo'lmasa, men hozir videoni kesib turaman. Tak, endi hammasini chopib bossak. Okey. Mana do'stlar, pashti bo'ldi, mana pashti bo'ldim. 2 stakku 16 ta. O'zini ham muzlashuvzi bo'lmadi. Hozir menda yarim soat vaqtim ketdi, sizlarda lekin atigi 1-2 sekund ketdi. Shuning uchun videoga bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin va men bitta savdogar kimlarni ko'ryapman. Salom. To'xta, men tupuradi. Qaranglar, somonni, ya'ni somonni, короче, anaqasiga somonli blokka bitta izmurud beradi. Keyin bu bizni bitta izmurudga mog'or ranglar sotib olishimiz mumkin va ranglar keyingi qismda kerak bo'lishi mumkin, lekin hayotda million xil gul bor. Shuning uchun hozirchalik bu kerak emas. Shu yuradi, baribir bundan uzoqqa ketib qolmasa kerak. Va ana endi shunchalar qilgandan keyin endi pastga kovlash qoldi. Pastga kovlash uchun bizga albatta nima kerak bo'ladi? Lapatka kerak bo'ladi. Shuning uchun biz hozir Mamutda ham 20 ta anaqam bor ekan. Taxtam bor ekan. 36 ta bo'ldi o'pshi. Va hozir bizga lapatka kerak bo'ladigan bo'lsa, men bu yerda temirni o'tgan safar esinglarda bo'lsa eritib qo'ydim. Ana endi 36 tani tez maydalab olamiz va mamlarni ham qolganlarini ham maydalaymiz hali va bizni temirdan lapatka qilib olishimiz kerak. Hali temirdan lapatka ham menimcha sinib ketadi. Shuning uchun 2 ta yoki 3 ta maksimum lapatka qilib olsak kerak. Va hozir men daraxtlarni taxminan 30 minutdan oshiq chopdim, lekin hozirlarga bu juda ham tez o'tib ketadi. Chunki men misol uchun 30 minut o'sha chopganimni olsam, yarim o'zi videoni tugatib qo'yadi. Bizda 15 minutlik sig'imli video limiti bor. YouTube bizga shunaqa limit qo'yib qo'ygan. Vaqtinchalik bu keyinchalik ko'tarilib ketsa, bu limit короче yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun tezroq ko'tarilishimiz uchun albatta like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Va tezroq mana buni ham qo'shimiz kerak. Va ko'pchilik yana lucky block, one blockli lucky block video nima bo'ldi deyapti. Albatta u ham chiqadi, faqat bu tez orada bo'lishiga garantiya yo'q. Nimaga desanglar, tez orada bo'lishiga garantiya yo'qligi sababi bu nima deydi? O'yinni videoni juda cho'zib yuboryapti, lekin qiziq narsa bo'lmayapti. O'zim ham videoyimni ko'rdim, o'zimni videoyimga o'zim qiziqmayapman-da, qaranglar. Undan keyin qanaqa qilish mumkin? Hozir endi men temirni solib qo'yamiz. Yog'ochlarni ham paket solib turamiz sandiqqa. Va bularni keyin hozir qazib bo'lganimizdan keyin olamiz. Let's go. Qani bo'lmasa ketdik. 15 blok dedi, pastga dedi, lekin yoni mana bunaqa yonmachasiga necha blokligini aytmadi va biz buni juda ham qisqa qila olamiz. Shuning uchun hozir primерно uy oldidan ham qurib yuborsak bo'lar.
Tak, yoniga 4 ta blok qo'yamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 3 ta, 4 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Yo, 5 ta qilaylik. Mana bu tarafini, bu tarafini 4 ta qilib. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Hop, 3 ta bo'ldimi? 4 ta, 5 ta. Bo'ldi, men bittagina olib tashladim. Mana shu sal bundoq qo'yamiz. Va bu yo'lni tezroq qazib olishimiz kerak. Bo'lmasa sizlarga video tezroq o'tadi. Men bo'lsa tezroq qazib tashlayman. Necha qavat bo'lgan sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 qavat bo'pti. Endi 1 Bo'ldi, mana kecham tushib qoldi va shuncha qazib tashladim. Uyim oldidan yaramas o'sha o'rtog'immi deb va uyim oldida ham daddal bo'ldi. Lekin men daraxt o'sibdi. Uyim oldiga ekib qo'ygan daraxtim o'sibdi. Va o'rtog'im menga shu shartda berganidan xafa ham bo'lmadim. Nima? Yo'q, xafa bo'lish kerak emas o'zi bunaqa shart, lekin qiyin shart berdi. 15 blok, hatto 10 blok bo'lganda ham zo'r bo'lardi, lekin o'sha bitirib qo'yotgan bo'lardik. No, kalla ishlagan. Bunaqa narsaga, hop, o'sha bizga menimcha lapata bitta ham yetib ortardi. Hozir agar qolganimizda kirka yetgan bo'lishi mumkin edi. Takam qo'shib qo'yamiz. Ana endi buni oldik. Mana kerak emas, qo'yib qo'yamiz. Va mana shu yerda cho'p kerak. Nahotki cho'p yo'q. Bo'ldi, bu shu yerda turadi. Ana endi ketdi yana qazishga. Sizlarga bo'lsa bu yana kesilib ketadi. Qani bo'lsa ketdi. Va mana nihoyat maqsaddan o'rganib chiqdim. Ana endi taxtalarni olib uyni qurishni boshlashimiz kerak. Menimcha bitta sandiq yasab olganimiz yaxshi edi. Qo'ldan endi invertorimni mana bu Mamettiga shuncha taxta bilan to'ldirishim kerak. Qana bo'lmasa lazgo birinchi to'ldirib olamiz. Mana invertorim ham shuncha taxta kelib ketdi. Ana endi kirkam qani? Bo'lmaydi, kirkam qani? Kirkam so'qqo'dim. Menimcha kirkam kirkam so'qqo'yimman. Va mana o'zda ko'rib turganingizda bu ham qurish boshladik. Oppa.
Mana do'stlar, ba'zan ham yarmi bitib qoldi va bizani 4-kunimiz ham tugayapti. Hozir kirib yotamiz. Mana do'stlar, ertalab ham bo'ldi. Endi qornimizni to'qlaymiz va yana ishga ketamiz. Hali 10% bitgan desa ham bo'ladi uyga. To'g'ri, ba'zani qaranglar. O'sha endi keyin bu tuxur bo'lib, polini qurishim kerak. Faqat hozir polni endi qilib olishimiz kerak tez. Va keyin xonalarni ham qilishni boshlaymiz bolalar. Mana do'stlar, biz ham bo'lib qoldik, faqat xonalarni ham qildik. Endi hozir ferma qilishimiz qoldi. Ferma uchun hozir biz loyam olib kelamiz va ferma qilib bo'lganimizdan keyin tak bosamiz. Damlaga qilib olishimiz kerak. Keyin ferma qilishimiz uchun loy kerak dedim. Mana taxtalar shunchasi oz qoldi lekin do'stlar. Agar video yoqayotgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Va bizga 57 ta loy va mana bizga 2 dona tosh kerak bo'ladi. Temir ham kerak hali. Chunki bizga suv olishimizga temir kerak va buni tezroq o'tkazaman. Asosan temir qilib kelib erta mana qilganlarimni. Hop, mana buni qilib oldim. Endi biz hozir naryoqda urug' to'plashimiz kerak. Qani, o'zim urug' to'plashni boshladik. Bizda 10 ta ko'chat bo'ldi ana endi. Eng pastiga mana tushib oldik. Bu yerda ferma bo'ladi. Bakka mana 4 ta Okey. Bo'ldi mana do'stlar, endi biz bu yo'lga bularni ekib qo'yamiz va mana bu suv ham olib kelib qo'yamiz. Hozir men suv olib kelib qo'yaman. Suv qo'ygandan keyin esa videoni yoqaman. Mana do'stlar, уже tugatdik, chunki mana bu bunker, короче, ba'zan tugatdik. Mana bu yerda allaqachon fermani qilib bo'lganmiz va mana bu yerda esa kichkina uycha qilib qo'ydik va bu yerdan mundoq qilib o'pimda chiqsa bo'ladi va ustiga bo'ldi. Hozir endi mana sindirib mana yoniga qo'yamiz. Bu qayerga qo'shilyapti shunda. Bo'ldi mana. Nihoyat do'stlar, biz bu bunkerga o'xshagan uychamizni tugatdik va bu yerda yoqib, men do'stim qiynadi, to'g'risini aytsam juda qiynatdi bu narsalar bilan, lekin men mana amallab qildim bu narsani. Nihoyat do'stlar tugadi va hozir 5-kun
Shu 4-kunmidi bilmayman. Video davomida hozir montajda bilib olamiz va qancha kun yashagan bo'lsak, keyingi qismda yana shu kun qo'shiladi. Iloji boricha videoni uzaytirishga harakat qilamiz. Hammalarga xayr, sog' salomat bo'linglar.